Salom qadrdon muxlislar, kanalimizga xush kelibsiz. Bugun faqat eng muhim va tezkor futbol yangiliklari haqida gaplashamiz. Bizni qo'llab-quvvatlash uchun obuna bo'lishni va like bosishni unutmang. Siz tayyor bo'lsangiz, biz hoziroq boshlaymiz. Liverpool Realning 2 futbolchisini sotib olishni rejalamoqda. Yevropa futbolida transfer mavzusi yana qizg'in muhokamaga aylanmoqda. Angliyaning mashhur klublaridan biri Liverpool kelasi mavsum oldidan tarkibni yanada kuchaytirishni rejalashtirmoqda. Manbalarga ko'ra, Merseydliklar Ispaniya Grande Real safida top surayotgan 2 nafar futbolchiga jiddiy qiziqish bildirmoqda. Time Talk nashri tarqatgan ma'lumotlarga ko'ra, Liverpool rahbariyati yarim himoya chizigini mustahkamlash maqsadida fransiyalik iqtidorli futbolchi Eduardo Kamavingani o'z safiga qo'shib olishni istamoqda. Shu bilan birga, klub himoya chizigini ham kuchaytirish uchun yosh va istiqbolli himoyachi Dean Heisenga ham jiddiy e'tibor qaratgan. Ma'lum qilinishicha, Merseydliklar Kamavinga transferi uchun taxminan 50 million yevro sarflashga tayyor. Dean Heisen borasida esa qizillar yanada kattaroq mablag' 70 million yevro atrofidagi taklifni ko'rib chiqmoqda. Ispaniya klubi himoyachi masalasida faqat jiddiy va manfaatli taklif bo'lgan taqdirdagina ehtimoliy transfer variantini muhokama qilishga tayyorligi aytilmoqda. Shu sababli, agar Liverpool rasmiy ravishda yuqori summa bilan chiqsa, bu bitim amalga oshishi ehtimoli bor. Ma'lumot uchun, Eduardo Kamavinga joriy mavsumda barcha turnirlar doirasida 31 ta uchrashuvda maydonga tushib, jamoasi uchun 2 ta gol urish va 1 ta golli uzatmani amalga oshirishga muvaffaq bo'ldi. Fransiyalik yarim himoyachining madridliklar bilan amaldagi shartnomasi 2029-yil yozigacha amal qiladi. Transfermarkt portali ma'lumotlariga ko'ra, Kamavinganing hozirgi bozor qiymati taxminan 50 million yevro atrofida baholanmoqda. Shu bois uning kelajagi Yevropa transfer bozoridagi eng qiziq mavzulardan biriga aylanishi mumkin. Qisqasi, agar bu rejalar amalga oshsa, Liverpool yozgi transfer oynasida juda katta shov-shuvli xaridlarni amalga oshirishi mumkin. Muxlislar esa bu ehtimoliy transferlar qanday yakun topishini katta qiziqish bilan kuzatmoqda. Sizningcha bu transfer Liverpool uchun qay darajada foydali bo'lishi mumkin? Fikrlaringizni yozib qoldiring. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'ling. Bizni qo'llab-quvvatlaganingiz uchun tashakkur. Anri Real libosini kiysam, balki sochlarim qayta chiqar. Londonning Arsenal klubi afsonaviy sobiq futbolchisi Thierry Henry Madridning Real jamoasi Chempionlar Ligasi doirasida Manchester City ga qarshi kechgan bahsdagi 3-0 ishtiroki haqida o'z fikrlarini bildirdi. Qaymoq ranglilar barcha muammolarga qaramay, 8 dan 1 finalning ilk uchrashuvida shaharliklarni ishonchli tarzda mag'lub etishdi. Yarim himoyachi Federico Valverde faoliyatida ilk bor hat-trick qayd etdi. Real libosi nimadan tikilganini bilmayman. Bu qanday sodir bo'lishini ham tushunmayman, lekin ular Chempionlar Ligasida o'ynayotganda shunchaki o'zgarib ketishadi. Ehtimol, agar men ham shu libosni kiysam, boshimda yana sochlar osib chiqar, deya madridliklarning yorqin g'alabasini muhokama qilayotgan Anri SBS Sport studiyasida hazil aralash fikr bildirdi. Eslatib o'tamiz. Ushbu qarama-qarshilikning javob o'yini 17-mart kuni Etihad stadionida bo'lib o'tadi. Haaland Real Madrid safiga o'tishga tayyor. Manba: Angliyaning Manchester City klubi hujumchisi Erling Haaland yozgi transferlar vaqtida Real Madridga o'tishga qiziqish bildirmoqda va agar imkoniyat tugilsa, Ispaniya Grande safiga qo'shilishga tayyor. Bu haqda Top Sky Sport nashri xabar berdi. Qayd etilishicha, qirollik klubi prezidenti Florentino Perez Haaland jamoaga olib kelish uchun harakat qilmoqda. Xabarlarga ko'ra, u Santiago Bernabeuda dahshatli hujumkor duet yaratish uchun norvegiyalik futbolchini Kylian Mbappe bilan juftlikda o'ynatish orzusida. Garchi transfer moliyaviy jihatdan murakkab bo'lsa-da, futbolchining xohishi hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'lishi mumkin. Ma'lumot uchun, Transfermarkt portali 25 yoshli Erling Haalandni 200 million yevroga baholagan va u dunyoning eng qimmat futbolchilaridan biri sanaladi. Uning Manchester City bilan shartnomasi 2034-yilning yoziga qadar amal qiladi. City bosh murabbiyi Pep Guardiola hujumchidan transfer borasidagi muzokaralar va mishmishlarga chalg'imaslikni, bor e'tiborini mavsumning hal qiluvchi qismiga qaratishni so'ragan. Klub rahbariyati esa futbolchining sport formasidan emas, balki bunday xabarlar uning ruhiy holatiga salbiy ta'sir ko'rsatishi va jamoadagi umumiy muhitni buzishi mumkinligidan xavotirda ekanini bildirgan. Joriy mavsum Haaland Manchester City libosida jami 40 ta uchrashuvda ishtirok etib, o'z hisobiga 29 ta gol va 7 ta golli uzatmani yozdirib qo'ygan. Agar bu transfer amalga oshsa, Barselonani qo'rqinchli tushi bo'lishi mumkinmi? Siz nima deysizlar, Realchilar va Barsachilar? Barsa rahbariyati qattiq afsusda.
Barselona rahbariyati agar o'tgan yozda Luis Diasni sotib olishning uddasidan chiqilganida, jamoa dunyodagi eng kuchli hujum chizigiga aylangan bo'lishiga qattiq ishonmoqda. Bu haqda Sport nashri xabar berdi. Manbaga ko'ra, kolumbiyalik futbolchi klub sport direktori Dekuning hujum chizigi uchun asosiy varianti edi, biroq klubdagi og'ir moliyaviy holat tufayli ushbu transfer amalga oshmay qolgan. Bavariya 29 yoshli kolumbiyalikni Liverpool dan 70 million yevroga sotib oldi. U joriy mavsumda 36 ta o'yinda 20 ta gol urib, 17 ta assist muallifi bo'ldi. Sizningcha Luis Dias Barselona tarkibida bo'lganda qanday bo'lardi? Barselona hujum chizig'i fikrlaringizni yozib qoldiring. E'tiboringiz uchun rahmat. Futbol olamidagi eng qaynoq voqealarni biz bilan kuzatishda davom eting. Kanalga obuna bo'ling va qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ying. Ertangi yangiliklarda ko'rishguncha omon bo'ling.